11-asr ilk musulmon sultoni sanalgan Mahmudning G'aznadagi saroyiga Abu Rayhon Beruniyni keltiradilar. Sulton Mahmud G'aznaviyga Beruniyni sehrgar, inson fikrini o'qiy oladi deya yetkazishgandi. Allomani sinovdan o'tkazish uchun Mahmud G'aznaviy "Qani ayt, men hozir qaysi eshikdan chiqib ketaman" deya qarshisidagi 12 ta eshikni ko'rsatadi. Beruniy qalam va qog'oz so'rab, unga yozadi va sultonga qog'ozni taqdim qiladi. Sulton Mahmud qog'ozni ochmasdan o'rnidan turadi va askarlarga saroyda yana bir eshik ochishni topshiradi. Askarlar shu lahzada u ko'rsatgan joydan eshik ochadilar. Mahmud G'aznaviy shu eshikdan chiqadi va qaytib qog'ozni ochadi. Qog'ozda esa ushbu baytlar bitilgan edi. Kimning agar bor taxti toji, kuch-qudrati dog'i ustuvor, qay tomonga yuz bursa hajdir, qay tomonga shaxt etsa yo'l bor. Ha azizlar, buyuk olim ana shu zakosi sabab tarix kitoblariga zarhal harflar ila bitilgan edi.